Assalomu alaykum, Lux Decor magazini obunachilari. Bugun biz sizlarga yana o'zimizda bo'layotgan, magazinimizda bo'layotgan yangiliklarni sizga tanishtirishda davom etamiz. Albatta, shu ko'rib turgan magaziningizni asoschisi deymiz. Azimboy akamiz yaqinda adashmasam 2 kun oldin haj ziyoratlarini qilib keldilar. Albatta biz keling endi magazinni shu sizlarni ko'rib turgan, shu yerda uyilib qolgan materiallarni bir chiroyli qilib ko'rsatib o'tib ketamiz. Motorli, motorsiz, elektrический tovarlarimiz ko'plab zakazlarga binoan olib keltirilgan. Bu sizlarni ko'rib turgan hozir qasilkangiz o't o'radon. Endi oldingi o'roqlarda o't o'rishma, ong'alda o'rishma, qo'llari kesib yurishma, oyoqni kesib yurishma umuman to'xtadi. Chunki aynan mana shunday bir chiroyli vajlar, uncha qimmat bo'lmagan narsalarimiz ham kelib boshladi. Fittinglar ham bemalol aytishimiz mumkin. Aynan xonadonimiz uchun kerakli bo'lgan fittinglar. Undan tashqari bu ko'rib turgan eshiklaringizdagilar har xil razmerdagi nasoslar. Biz bu tarafda ko'rib turganimiz Leo firmasidan suv saqlagich baklari. Ya'ni Aristonimiz bor. Aristonimizda masalan bir 10, 15, 20 litr suv sig'adigan bo'lsa, zapas kerak bizga. Tok ichgan vaqtida suvlarimiz yig'ilib turishi kerak. Aynan shu baklarimiz. Ya'ni 30 litrdan 100 litrgacha bo'lgan baklarimiz ham bemalol bor. Kelaverasizlar. Bu tarafdagi endi bog'imiz uchun, chorvachiligimiz uchun yoki bo'lmasa, nima deydi? Xullas bir suvni uzoqroqqa, ko'proq vaqtda saqlashimiz uchun bo'lgan har xil hajmdagi suv baklari. Endi bu sizni ko'rib turganingiz smestitelingiz. Menimcha bir chiroyli bir dizayndagi smestitel. Bemalol bulardan ham kelib olasiz. Zanglamaydi ekan. Ko'rdingizlarmi? Arimardan aytib ketdi shundan. Bu ko'rib turgan simfonlaringiz banyalarimiz uchun, rakvinalarimiz uchun, dushovoy kabinalarimiz uchun xonadonimizni, ya'ni dushovoy kabinalarimizdan hech chiqmasligini istaydigan bo'lsak, aynan shunday sifatlardan olib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Aynan shu sifat bizda bor. Kelaverasizlar. Endi zamon o'zgardi. Taxtalardan zangi uzatishmalar ham endi barham berishimiz kerak, chunki tayyor lesnitsalar bor. Tayyorligi damirdan bo'lgan 2 metr, 3 metr, 4 metr, 5 metr, 10 metrlikgacha bo'lgan lesnitsalarimiz ham keltirilgan. Har xil turdagi, har xil rangdagi pardalar. Suv yuqmaydigan yoki bo'lmasa o'zini suv shimib olmaydigan pardalar bemalol kelib olishlaringiz mumkin. Bu bugungi bizning magazinimizga olib kelingan tovar. Bu oldindan kelgan emas, bular endi ko'pchiligi zakaz bilan keltirilgan. Ketdik ichkaridan bir qisqacha tomosha qilamiz. Hozir tashqarida endi upakovkada turgan narvonni ko'rganmiz. Endi bu tarafda aynan shu. Xuddi sizni hozir upakovkada ko'rgan narvoningiz. O'zimizcha qishloqchasini, jay darajasini aytganimizda zangi. Bu tarafda endi rakvinalarimiz, samokleykalar, bemalol xonadonimizni chiroyini chiroy qo'shadigan samokleychi dekor panellar. U tarafimizda endi yuring, tomosha qilamiz. Max Decor firmasidan dekorativniy panellar. Har xili bor. Endi bir kun bo'shab qoladi, ertangisi yana o'rni kelib to'ldirib qo'yiladi. Xullas bizda aynan hozirgi bor ranglarini ko'rsatib o'tamiz. Ko'kaklarimiz 5000 so'mdan, adashmasam 5000 so'm, 10000 so'm, 13000 so'm, 10000 so'm, 10000, 10000, 10000, 10000, 7000, 6000, 5000 so'mlar atrofidagi ko'kaklarimiz. Ko'kaklar endi to'g'risini aytsam, sifatli. Buning ham Toshkentskisi bor, Xitoyniki bor va Turkiyaniki bor. Aynan bu hozir siz Rossiyaniki ham bor. Bu sizlar ko'rib turganlaringiz hammasi rossiyskiy. Bemalol bir balans beradigan, bir-birini ulagan taqdirda balans beradigan ko'kaklar. Unitazlar. 650 ming so'm, 550 ming so'm, bu tarafda 980 ming so'm, 980 ming so'm. Lekin bu sizlarni eshitib turgan baholaringizdan yana qo'shimcha ravishda savdo bo'lgandan keyin umumiy skidkalar bo'ladi. Buni ham unutmaysizlar. Va masalan, deylik, biza xonadonimiz uchun ko'plab materiallarni sotib olamiz va oxirida hisobga kelganimizda yana magazin tomonidan, Lux Decor tomonidan siz uchun ma'lum bir foizda chegirmalar qaytarib beriladi. Davom etamiz, ketdik. Xullas bizda yangiliklarimiz shu. Bizani kuzatishda davom etinglar. Bizda shunday bir imkoniyatlar bor, yetkazib berish va sizlarni zakazingizga qarab turib, istagan tovaringizni bemalol olib kelib berishimiz ham mumkin. Bizani kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.